Assalomu alaykum. Mana bu kartani bejizga qo'yganim yo'q. Hamma ayollar o'zini shunaqa bir jozibali, chiroyli imperatrica deb o'zini his qiladi. Bu juda ham yaxshi energiyali karta. Ayollar uchun energiyaga to'ydiradigan karta hisoblanadi. Bugungi raskladimiz imperatritsamiz uchun. Imperatritsamizni hayotiga qanaqa o'zgarishlar bilan turibsizlar, imperatritsalar? Qanaqa o'zgarishlar, nimalar keladi, nimalar ketadi deb ko'ramiz. Birinchisi tarifini ko'ramiz, ya'ni sizga tushadimi yo'qmi? Agar tushsa davomini ko'rishingiz mumkin, bo'lmasa o'tkazib yuboring. Demak, bugungi rasklad siz uchun emas. Xo'p, stress kartamiz восьмерка чаш. Rostdan ham siz ko'p narsadan voz kechib ketyapsiz. Hayotingizni o'zingiz uchun o'zgartirishga harakat qilyapsiz. Lekin bundan oldin sizlarga qo'rquvlar ham bo'lyapti. Men eplab keta olmaymanmi? Meni kelajagim qanaqa bo'ladi? Menga kerakmi shu o'zgarishlar? Balki sabr qilganim yaxshimi degan o'y xayollar ham bo'lib turibdi sizlarda. 3 ta variant qilaman. Hayotingizga nimalar kirib kelishi mumkin? Imperatritsamizga qanaqa o'zgarishlarda turibsiz? Va nimalar o'zgaradi deb ko'ramiz. Nimalar o'zgaradi? Kartalarimiz. Birinchi variantni tanlaganlar. Hayotimizda nimalar o'zgaradi? Koroleva pentakli. Siz ko'proq o'zingiz uchun harakat qilishga, o'zingiz uchun yashashga, o'zingizga oro berishga, o'zingizni energiyaga to'ldirishga, o'zingiz uchun vaqt ajratishga harakat qilasiz. Lekin sizga bu juda ham omadli bo'ladi, barakali bo'ladi. Yaqin orada, yaqin kunlarda agar omadga erishmoqchi bo'lsangiz, ko'proq o'zingizga oro bering. O'zingizga nimadirlar sotib oling. Garderobingizni almashtiring. Ko'rinishingizni yaxshilashga harakat qiling. Bu sizni energiyaga to'ldirishi mumkin. Ajoyib karta. Ikkinchi variant. Imperatritsamizni hayotida nimalar o'zgaryapti? Imperatritsamizni ozgina vahima bosib turibdi. Qo'rquv bo'lishi mumkin. Balki sizda hozir sog'ligingizda ozgincha muammolar bordir. Qaysidir joylarini stomatologga borishingiz kerakdir. Yoki bir plasticheskiy xirurgga borishingiz kerakdir. Ko'proq stomatolog, ko'proq yuzingizni balki o'zgartirmoqchidirsiz. Ko'rinishingizni o'zgartirmoqchisiz. Yuz qismiga ko'proq e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lyapsiz. Lekin qo'rqmaslikni, o'ylab ish qilishni, albatta o'ylab ish qilishni, sifatli konsultatsiya olib, o'zingizga sifatli vrachlarga murojaat qilib, ehtiyotkor ham bo'lishingiz kerak albatta. Sifatli muolajalar olishga harakat qiling. Uchinchi variantimiz, hayotingizga qanaqa o'zgarishlarda turibsiz? Desetka pentakli bu oilaviy ishlaringizda, ro'zg'oringizda katta o'zgarishlar, uyingizga bir baraka kelishi, remontlaringiz tugashi va oxirida va nihoyat ancha vaqtdan beri agar konfliktda, xonadoningizda qanaqadir muammolar, janjallar bo'lgan bo'lsa, tinchlikka, yarashuvga kelishingiz, hayotingizga oxiri shu xotirjamlik kirib kelishi ko'rsatilyapti. Ko'ramiz. Ikkinchi savolimizda nimalar turibdi hayotingizga?
Birinchi variant. Семерка pen baraka, rizq, omad. Mana bu kartalar bilan aytmoqchimanki, qanchalik o'zingizga oro bersangiz, shunchalik sizni energiyangiz yaxshilanadi, ishlaringiz yaxshilanadi, ishlaringiz barakali bo'ladi, hayotingiz sifatli bo'ladi. Nimalardan ehtiyot bo'lishingiz kerak? U yoqqa bu yoqqa o'tkaziladigan, sarf qilinadigan pullardan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Chunki siz imkoniyat darajasidan ko'p o'zingizga xarajat qilib yuborishingiz mumkin. Ikkinchi variantda turganlar. Hayotingizga nimalar kirib kelishi mumkin? Sizga yordamchilar kirib keladi. Yaxshi suhbatdosh, sizni yo'naltiradigan, nima ish qilishingizni ko'rsatib beradigan, nimalar bo'lishi mumkinligini ehtimolini aytadigan, sizga yordamchilar keladi. Hayotingizga nimalar o'zgaradi? Smert. Hozir yaqin orada nimalarnidir agar o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, smert kartasi shoshilmasligingizni sizga eslatib o'tmoqchiman. Va juda ham shu ikkinchi variantda juda ham energiyangizni ko'p sarflagansiz, imperatrisalarimiz. Energiyangizni ko'p sarflagansiz, energiyangizni to'ldirishga, sog'ligingizga ko'proq e'tibor berishga, odamlardan maslahat olishda, yordam so'rashda uyalmasligingizdan, yaxshi, sifatli muolajalar olishda ham izlanishda davom eting. Bular sizga juda ham foydali bo'ladi. Uchinchi variantni tanlaganlar. O'zgarishlar. Sizda bilasizmi, baribir siz xavotir hissi, yana hayotingizga, xonadoningizga bezovtalik hissi yana qaytib kelishi mumkin. Qo'rquv bo'lishi mumkin. Ko'p yana depressiyaga, yana shunaqa bo'larmikan? O'zgargani chinmikan? Samneniyalar ham bo'lishi mumkin sizlarda. Va tuz periv. Yo'q, yaxshi o'zgarishlarda turibsiz. Juda ham hayotingiz yana oldingidek bo'lmaydi. Hayotingiz oldingidek yana ham chiroyli hayotda yashab boshlaysiz. O'sha hayotingizga zavq kelib boshlaydi, baxt kelib boshlaydi. Birin-ketin bayramlar va tug'ilgan kun, to'ylar, juda ham ko'p xursandchiliklarda turibsiz. Faqat sizni bitta to'sib qo'yadigan narsa sizdagi stress. O'sha sizdagi oldingi muammolaringizdan qolgan stresslardan qutulishingiz kerak bo'ladi. Vaqtida uxlang, vaqtida dam oling, shoshilmang, energiyaga to'lishga harakat qiling. O'shanda siz o'zingizga kelib boshlaysizlar. Shunaqa ochirim bo'ldi imperatrisalarimiz uchun. Shifoli ochirim bo'lsin. Yana davom etamiz.